Xo'p, bugun g'olibni aniqlaymiz, ya'ni konkursdagi. Bizda xo'p 5 ta g'olib tanlab olishimiz kerak bu yerdan. Biz kopirovat qilib olamiz, ya'ni YouTube'ning linkini kopirovat qilib olishimiz kerak birinchi o'rinda. Xo'p, mana shu YouTube hozir kopirovat qilib olib mana bunga qo'yamiz va kommentlarni yuklaymiz, ya'ni qancha komment bor bu ko'rib aniqlab beradi. 95 ta komment, 15 ta inson, bitta sahifa, ya'ni 15 kishi komment yozgan ekan. Xo'p, nima qilamiz endi biz bu yerdan xo'p izlaymiz. Teng imkoniyat, ya'ni har bir odam bitta imkon, har bir insonga bitta imkon beriladi, ya'ni boshlaymiz g'olibni tanlashni. Mana birinchi g'olibimiz xo'p, birinchi g'olibimiz Imomali Bobonazarov. Birinchi g'olibimiz. Salom, omad, yutuqlar ko'paysin. Ya'ni shunaqa deb kommentar yozgan ekan. Xo'p, Imomali Bobonazarov, обязательно YouTube kanaliga like bosishingiz kerak va menga yozing. Agar siz VIP kanalda bo'lsangiz, sizga hisobingizga yutuq tashlab beriladi. Agar VIP kanalda bo'lmasangiz, yangi hisob ochib, istalgan $5 bo'lsa ham hisobingizni to'ldirasiz va sizga yutuq summani tashlab beriladi. Xo'p, ikkinchi g'olib tanlaymiz. Birinchi g'olib Imomali Bobonazarov. Xo'p, mana bu yerga yozib qo'yaylik. Imomali Bobonazarov. Ikkinchi g'olibni aniqlaymiz. Lord Pubik. Ikkinchi g'olibimiz Lord Pubik. Xo'p, uchinchi g'olibimiz. Bizga 5 ta g'olib kerak, ya'ni g'olibni tanlash. Xo'p, Lord Pubik yana bir marta chiqdi. Buni o'zgartirib olamiz, ya'ni boshqa bizga g'olib kerak endi. Jafar 0101. Xo'p. Jafar. To'rtinchi va 5-chi g'olibda. G'oliblar tanlab olamizda, sразу menga yozsin, shu Nikita X etib Mohirbek aka, shu $10 berganingizdan keyin IDdan o'tilgan fonda pul to'ldirsa bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Xo'p. Kim edi? Mohirbek. 4-5-chi g'olibimiz do'stlar. 5-chi g'olibimiz. Aka, shu $10 berganingizdan keyin IDdan o'tilgan akkauntga pul to'ldirsa bo'ladimi? Конечно bo'ladi. Brat. Xo'p, ya'ni oxirgi bu nima g'olibimiz Lord Pubik yana chiqdi, chunki ko'p kommentariy yozgan insonni yutuq imkoniyati juda ko'p bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha ko'p kommentariy yozing deb aytaman. Xo'p, ketdik yana bir marta. Jafar 01. Yana bir marta aylantiramiz. Bizga, ya'ni tushmagan inson Muzaffar 1987. Xo'p, Muzaffar 1987. Xo'p, g'oliblar xo'p, shu akkauntdagi YouTube deb yozib qo'yamiz.
YouTube'ga. Xo'p, mana shu akkauntdagi g'oliblar, ya'ni menga yozishsin. Menga yozishsin. Bo'ldi. Hozir men bu yerga yozib qo'yaman nikimni. Xo'p, nikim Nikita Xset. Mana bu yerdan ham chiqib keladi. Mana admin Nikita Xset. Xo'p, shunga yozamiz srazi va ya'ni g'olib summalaringizni olasizlar. Ya'ni ID berasizlar, IDlaringizga tashlab beraman. Xo'p, hammaga sog'lik do'stlar. Xo'p, bugundan boshlab, ya'ni ertadan boshlab biz mana bu turnirga ya'ni odam yig'ib boshlaymiz. O'zi bir kishi, ikki kishi qo'shildi hozircha. Yana ko'proq odam bo'lsa, turnir qiziqarliroq bo'ladi. Xo'p, turnirga qo'shilmoqchi bo'lganlar ham srazi Nikitesga, Xsetga yozamiz. Nikita Xsetga. Mana bu yerda nik turibdi turnirga kirish. Xo'p do'stlar, hammaga sog'lik, salomat bo'linglar, hammaning omadini bersin.